egasiga sog'-salomat qaytarmoq. Hey, Endi o'ynamaydi. to'xta, to'pni menga ber. Yo'q, nima deb sana begdekman? Bu to'pni men uydan kelgan tursam. Sen cho'qim menga narsamni sog'-salomat qaytarishing kerak. Sog'-salomat qaytirish bu nima degan gap? Tushunmadim. Bu bir idiom. Qashtishi bilan munosabatlik. Buning hikoyasini sana so'zlab beray, bo'lamdi. Yig'iliq davrida Jao beyligining xoni bir qimmatli qashtishiga erishibdi. Bu ishdan xabar topgan Chin beyligining xoni Jao beyligiga odam avatib 15 shaharni qashtishiga tegishkisi borligini aytibdi. Chin beyligining xoni foydalini ko'zlaydigan, boshqalarga naf'amaydigan odam edi. Bu qatim uningga nima bo'lgandi? Alilri, bu ishda bira uyum bormi qandaq? Shuni deyman. Biroq qo'shilmasam, Chin beyligimizga hujum qilib qolarmi deb ansirayman. Qo'shilay desam, oldinib qilishimdan ansirayman. Alilri. Linshangro, dal vaqtida keldingiz. Bek yaxshi bo'ldi. Qashteshining ish to'g'risida boshqa turibdi-ku deyman. Qandoq bildingiz? Bu ishdan hammamiz xabar topdik. Ansirab ketmasizlar. Men Qashteshni elib, Chin begligining xoni bilan ko'rishib baqay. Ahvolga qarab ish ko'rayli. Agar Chin begligining xoni gepidan yenib elib, 15 shaharni bagili unimasa, men hargiz qarab turmayman. Yaxshi. Amisa sizga topshirdim. Lin Shangru xonning topshirig'i bo'yicha to'liq ishonch bilan yo'lga chiqibdi. Chin beyligiga kelgandan keyin ishlar o'ngishli bo'ladimi? Aliylarga ehtirom bo'g'ay. Narsini ep keldingizmi? Qarasizlar, mushu narsa shumi? Lin Shangru xeyli kutgan bo'lsa-mu, Chin beyligining xonidan 15 shaharni berish to'g'risida sado chiqmabdi. Chunki uning aslida 15 shaharni berish niyati yo'q edi. Lekin Qashteshi Chin beyligining xonining qo'liga o'tib bo'ldi. Endi Lin Shangru qanday qilib u Qashteshni qaytarib olar? Bu nihoyatda esil Qashteshi bo'lsa-mu, biroq uning azroq nuqsini bor. Aliylarga ko'z tutib qo'yay. Amsi siz ko'zding. Odamda cho'qim samimiyat bo'lishi kerak. Sizlar bak samimiyatsiz kellar. Agar meni qistisizlar, men bu Qashteshini chekib etib, o'zimni o'ltirib olaman. Ha? Oldiraqsalik qilmang. Bunda qisiniz bo'lmaydi. Alilari, bu kam uchraydigan bebaho guhar. Buni hozirlarga akilishdan burun shohimiz 5 kun parhez tutgan edi. Endi sizlarmi buni qabul qilishdan burun cho'qim parhez tutishlar kerak. Kam deganda 5 kun bu Qashteshni ko'slab bo'lmaydi. Ma'qul. Amsi shundaq bo'lsin. Kelinglar, Lin Shangruni o'rlashtiringlar. U aram elib olsin. Tun yerim bo'lganda Lin Shangru so'lgar siyaqida yasinib, Chin beyligidan jimjitlik ketib qopti. Hamda Qashteshini podshohiga sog'-salomat topshiribdi. Bu voqea tarixda egasiga sog'-salomat topshirish deb atalibdi. Hozirmi bu idiom narsani egasiga omon eson topshirib berish degan ma'noda qo'llanilib kelyapti. O'ylab baqsam, men texi qarzimni qaytarib bo'lamabdiman.